Polshada ishlab chiqarilgan Lichevskiy kasilka. Fermerlar buni liski ham deyshadi. Keyin ko'pchilik buni ajratishda A remelli yo B remelli deyshadi. Bu B remelli bo'ladi. Remelli kattasida mana. Remelli katta bo'ladi bunda. Qolganlarida remelli kichikroq bo'ladi. Shunisini ko'p so'rashadi. Juda ko'p B remellidan kattadan bering deydi. Buni ichida endi bu bolt gaykasi, qotiradigan bolt gaykalari bo'ladi. Tenti bo'ladi, zapaska pichoqlari bo'ladi buning ichida. Yig'ish jarayoni ham yig'ishga qiyin emas buni. Yig'ish oson. Agar kim bilmasa, misol Telegramim bor 99 916 3015. Shu nomerda Telegramim bor. Kimda Telegramga yozsa, videosini tashlab beraman, yig'ilayotgan jarayonini. Bemalol o'shanga qarab yig'ib olsa bo'laveradi. Buni og'irligi 400 kilo chiqadi buni. Buni traktorlar ko'pchilik 28 T40larga shularga juda ko'p olishadi. 50-60 kuchlilar ham ishlataveradi buni. Yana frontalligini so'rashadi. Buni bitta fermerlarda ko'rdik, oldiga reduktor qo'yib turib, uni traktor orqasidan o'zida o'rib ketadigan qilishibdi. Keyin oldiga ham moslaganini ko'rdik. Buni moslasa ham bo'ladi endi. O'zi traktorchilar ixtirochi bo'ladi. Polshadan zo'r ixtiro tashlashyapti, yasashyapti. Oldiga moslashib. Buni hozir bu 185 da endi 210 ligini ko'rsataman. Hozir 210 ligi yig'ilgan, tayyor. Buni narxini aytib ketay. Narxi 35 million so'm mexanikaligi. Bunisi 210 ligi mana. 210 lik yig'ilgan, tayyor holatda mana mana shunaqangi yig'iladi. Ko'rib olishlaring mumkin yig'maganlarga. Temirlar qotirilishi. Mana aytga moy quyiladi. Bu qora qopqoq ochilib moy quyiladi. Mana yig'ilishni ko'rib olasizlar agar kim tayyorni ko'rmagan bo'lsa, mana yangi olganlar diqqatiga. Bu silindrli variant. Xuddi mana shunga o'xshab yig'iladi. Buni kilosi 500 kilo. Narigidan 100 kilo farq qiladi. 185 bilan 210 da og'irlik 100 kilogram chiqadi. Bir-biridan. Buni narxini aytib ketay. Buni narxi 50 million so'm. Gidravlikaligi 210 ligi. Buni 260 ligi ham bor. 260 ligida narxi 65 million so'm turadi uni. Endi buni hokim yordamchisi orqali oladiganlarga hokim yordamchisi 33 million chiqarib beryapti. Endi buni kasilkan narxi 35 million hozir. 35 million bo'ladigan bo'lsa 33 million chiqaradi, qolganini naqd to'lasa ham bo'laveradi. Endi mahalla hokim yordamchilar orqali olmaganlar qanaqa qilib olamiz deganlarga mahallaga borib hokim yordamchisiga uchraladi. Bitta pasport, keyin pasport ochirish, plastik ochirish kerak ekan. Plastikni ochirgandan keyin mahalla hokim yordamchisiga gaplashadi, ular kredit ajratib beradi. Agar o'zingizga misol oluvchiga chiqmasa, misol o'g'liga qilish mumkin yoki qizi bo'lsa qiziga, ukasini, kimga bo'lsa ham chiqarsa bo'laveradi. Bitta imonni o'zi olish shart emas. Degan odamga ham chiqarsa bo'laveradi. Endi kasilka shartnoma qilinadi. Bir kunda hokim yordamchisi orqali biz bilan gaplashadigan bo'lsa, shartnomalar tayyorlab turib, 1 soatda hal bo'ladigan narsa. 1 soatda hal bo'lib turib, kasilkani jo'natib yuboramiz. Hech qanaqangi to'lovi yo'q. Faqat yo'lkasini to'lab olasizlar, bo'ldi. Keyin sizlarga qo'lingizga yetib borgandan keyin hokim yordamchisi o'zi rasmga olib, keyin yuklab, o'zi hujjatlari bor, uni ishlarini qilgandan keyin pullarni bizga tashlab beradi. Nomerimiz 99 916 3005 telefon qilaverasizlar. Kasilkalarimiz Serob 185 lik, 135 ligi, 165 ligi, 185 gidravlikaligi, 165 gidravlika variantligi, 5 gidravlikaligi hammasidan bor. Telefon qilaverasizlar, yetkazib beramiz.